Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari Mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Hamilening qudrati. 2014-yilning o'ttirlarida Lyodavan qamoqxonasida tunji qitim bir Uyg'ur kamir boshlig'ini ko'rib hayron qolgan edim. Birinchi korpus 7-chi kamirga yo'tkalgan kunim igiz bo'yliq Ablizgam meni yog'och supiga o'rinlashtirib qo'ydi. Odatda har qitim kamir almashsam, mahbusluq mashqini qayta boshdan kechiratdim. Qamoq hayotimda ko'rgan bundaq o'zgacha yangi mahbusluq muomalasi va tunji iltifot meni muzdek simnut yerda piyim tortishib qilishdan, xolaning qishida suyduk chachrab yetishdan saqlab qoldi. Odatda har qanday kamirga tunji kirgan mahbus 15 kungacha hojatxona o'chqining yonida yetishga va tamoq yeyishga majbur edi. Men bo'lsam u kuni kechda taxta karavotdan o'rin oldim. Alohida buyrutilgan kadrlar tamoqini Ablizkam bilan iling beqing deyishib, birga yeb o'ltirib, o'zimning la'natlik kamirda ekanligimni bir pas bo'lsimi unutgan bo'ldim. Ablizkam Korla shahriga qarashliq Tekchi yezisining boshlig'i bo'lib, paraxo'rlik bilan ayblangan ekan. Paranglashib qarasam, uning chetilg'ini Korlani zilzilaga salgan paraxo'rlik delosi ekan. Bu ishqa chetilib mullaq atgan muavin shahar boshlig'i bilanmi birga yotgan ekanman. Ablizkam boshliq bo'lgan kamirda ko'zlarim maynatlik, pastkashlikni ozroq ko'rib sal rohatlandi. Burun yotgan kamirlarda yangi mahbuslar onidan tug'ma qilinib aqturlatdi. Kona mahbuslar yangilarga ortilib, hayvoniy qiliqlar bilan bo'zak qilishatdi. Mahbuslar bir-birini maynat so'zlar bilan azorlaydi. Konisi yangisiga kusar yuyg'izatdi. Ablizkam bo'lsa bundaq ishlarga o'ch edi. Shundaqroq shapini ko'rsa, dil azar xudo bizar deb yo'l qo'ymaydi. Qiziq yeri mening o'lchamlik xitoycha bilan to'sishlarimni tushunmagan kamirdagi xitoy mahbuslar Ablizkamning talaffuzi faqatla tushmagan xitoycha varaqarashlarini tushunib shuk bo'ladi. Ablizkam bilan ba'zida Korladagi do'stlar haqida paranglashib qolatdiq. U bir og'inamning Abduvaliga necha million ketsa, mana men bor. Qani, qaysinglar yo'l qila olaysizlar? deganini anglagan ekan. Bir qitim uning, "Fukam, har chorshanba tuxum tarqatganda, kardurda tamoq to'shigan Uyg'ur bolalar ba'zida bir ikkini ortiq berib o'tadi. Ba'zida mavu Xitoylar kiyimlarimni yuvib berishni talab qiladi. Kishini bo'zaq qilgan, kishining haqqini yegan bo'lamdim ya?" deganiga hayron qolgan edim. U qamoqda turibmi Uyg'urning qiniga singan kishining haqqini yemaslik, boshqalarning diliga azor bermaslik, ojizni bo'zak qilmaslik degan otamaras qadriyatlariga ongsiz sodiq edi. Ablizkamga haftada biror qitim nonning orasida kavob kiratdi. Uning apchil qo'li kavoblarni Uyg'ur Xitoy demay, hammaylanga yetkidak ushshaqlab tarqatadi. İçimde başlangıçnımı püttürmegen Ablizkamni Korlaning muavin shahar boshlig'i bo'lgan Janga silashtirib qalatdim. Jang kamirga gundupaylar sunib bergan boshliq bo'lganning alohida imtiyozdan derak beradigan nozir ne'matlarni hiyla chatirqini qashlagan qo'li bilan yeydi. Atrofidagi kishilarga tutish emas, gamsizlar debmi qo'ymaydi. Saharda boshqalarni ta'rat qilishdan to'sib, o'zi hamma tarafi dumlangan kamirni chiqarindi purqiga to'ldirib o'tadi. Bir kuni Ablizkam, "Fukam, Uyg'urlarda 100 million naq puli bor odamni tanimsiz?" deb so'rab qoldi. Men undaq puli bor bir qancha odamni tanisammu, undimay savolini o'ziga qaytarib berdim. U birni tartib bo'lib, "Mening bor edi. Men 80-yillardan boshlab savdo qildim. Kentdan o'sib yezga rahbarmi bo'ldim. 100 million so'mdan ortiq naq pulim bor edi. Bağlam qip-qizil qog'oz. Mana hammasi hukumatning bo'ldi. Bir umr ishlab, sovuqda to'nglab, tomuzda tarlab, pul tepib boy bo'ldik debdimiz. Xuddi jahon bizninkidek o'rkirabdimiz. Tirishib topsaq, mavi xalqning ko'ziga pulni tiqib turib, yelinmay yasharmizmi debdimiz. Nadikini oxiri kompartiyani boy qipdiq. Mavi bizga go'liydigan gundipaydaklarga
Çağanda bir qancha qog'oz tashlab bersak, oldimizda ishning qiliqini qiladi. Mana endi haftada bir yotoq tekshiramiz deb odamni yalang'ochlab, necha do'ng'aytib, necha sakirtib, ishning kunini ko'rsatadi, deb ko'ziga liqqida yosh oldi. Obrazkam o'zini bir buvoqning qisosini tortyapman deb o'ylaydi. Har kuni atigan namozni qazo qilmay ishorat bilan o'qiydi. Yig'lab xili bir vaqtgacha duo qilib o'ltirib ketadi. Gundupay uqib qolsa, qandoq qilarman deb qo'rqibmi yurmay, namoz o'qiganlar bormi deb so'ralsa, yo'q deb keskin javob beradi. Oblizkam 8 oylik bir homilaning jiniga zomin bo'lgan ekan. U Ko'rliga tava qor yo'lg'in yezida ishlayotganda bir ayol plandan sirt homilni yengib kelish uchun To'rponga qechib ketgan ekan. Oblizkam planliq tug'utqa mas'ul kishini boshlab To'rpongacha qo'g'lab berib, u ayolni doktorxonaga tutib beribdi. Hamda doktorga deb 8 oylik homilaga ukol solg'izib Bovoq o'lik tug'ilgan ekan. U o'zining tutilish sababini shu homilaning qisosi deb qaraydi. Uning deyishicha, kamerning oq tomlariga qarasala, oq xalatliq sestraning qo'lidagi o'lik bovoq ko'ziga ko'rinadi ekan. Uxlasa sayning teshidek yetib ketgan bovoqlarni ko'mib bo'lolmay tushaydi ekan. Har kecha uxlashdan burun oyatlarni o'qib, badanlariga hurib yotadigan oblizkamga diqqat qilatdim. Ba'zi kechalari navbatchilikda turgan chog'larimda uning qora besib cho'chib uyg'onishlarini ko'rib qolatdim. Shundoq kunlari atiganda u uzoqdan uzoqqa duo qiladi. Qora bosgan kunlarda uning lavlarini qo'qaq qoplab, chiroyi butun kun echilmaydi. Men uning yana heliqi homilini tushida ko'rganligini faraz qilatdim. Shundoq u homila o'lib ketdi. Bu huquqdor boy odam ayni chog'da u homilaning o'kul bilan o'lganini pisantiga olmagan bo'lishi mumkin. Mana endi shu ojiz homilaning ruhi bu kuchlik odamni kechalari uyqusiz qo'yib, qara bostirib, lavlariga to'la qo'qoq chiqarib qisos olmoqda edi.